Assalomu alaykum. Bugun turkcha islak burger pishiramiz. O'zlarimizni dil bilan aytganda, so'lli burger pishiramiz. Tovonimizga yog', mayda to'g'ralgan chesnok, 2 osh qoshiq tomat pastasi, 2 dona qirg'ichdan chiqarilgan pomidor, 1 osh qoshiq ketchup va tabga ko'ra tuz va ziravorlarni solib, sous tayyorlab olamiz. Kotletlarimiz uchun ham qiyma, piyoz, tabga ko'ra ziravorlar, tuz va non talqani solib pishirib olamiz. Bulochkalarimizni ham uy sharoitida oshirma xamir bilan tayyorlab olamiz va o'rtasidan 2ga bo'lib sousimizga orqa oldini botirib olamiz. O'rtasini kotletlarimizni joylaymiz va burgerlarimizni manti qozoni listini taxlab, qaynab turgan manti qozonimizga qo'yib, burgerlarimizni 10 minut bug'da qo'yib olamiz. Bu burgerimiz farzandlarimiz uchun oddiy burgerga qaraganda ketchup va mayonez yo'qligi uchun foydali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga ham yoqadi deya umiddaman.